Bugun barcha maktablarda so'nggi qo'ng'iroq chalindi. Fan va Ma'rifat ministrligining ma'lumotiga ko'ra, o'lka bo'yicha umumiy 62 ming bitiruvchi 11-sinfni, 92 ming bitiruvchi 9-sinfni tugatmoqda. Bugun 2200 dan ortiq maktabda bitiruvchi sinflarning so'nggi qo'ng'iroq bayrami bo'ladi. Ministrlikning buyrug'i bilan so'nggi qo'ng'iroqqa bag'ishlangan kechalarni kafe, restoranlarda va boshqa dam olish joylarida nishonlash taqiqlangan. Shu sababli bugun respublika bo'yicha militsiya kuchaytirilgan tartibda ishlaydi. Jamoat tartibini nazorat qilishga 4 mingga yaqin militsiya xodimlari jalb qilingan. Ichki ishlar ministrligining ma'lumotiga ko'ra, maxsus tayyorlangan xodimlarning ko'chma guruhi ham tashkil qilindi. Yangi o'quv yilidan boshlang'ich sinflar kitoblarini ijarasini to'lab o'qishadi. Fan va Ma'rifat ministrligining qaroriga ko'ra, yil davomida bir kitobdan foydalanishning bahosi 25 so'm bo'lishi hal qilindi. Ijara haqidan yig'ilgan mablag'lar yangi kitoblarni chiqarishga va sotib olishga sarflanadi. Sababi davlat hozirda o'quvchilarning 60%nigina kitob bilan ta'minlamoqda. Qo'llanmalarni ijaraga berish tashabbusi O'sh, Talas oblastlari bilan birga 397 maktabda amalga oshiriladi. Batafsil navbatdagi lavhada tanishasiz. Rasmiy ma'lumotlar bo'yicha Qirg'izistonda maktablar o'quv kitoblari bilan 79% ta'minlangan. Amalda esa o'quvchilar 30% kitob bilan ta'minlanganligi aytilmoqda. Kitoblar yetishmovchiligi asosan boshlang'ich sinflarda muammo bo'lmoqda. Yaxshi bo'lib turgan bolalar kichkinasidan bayqaladi. O'sh shahrida 30 mingga yaqin o'smir boshlang'ich sinfda ta'lim olishmoqda. Ularda kitob yetishmasligi asosiy muammolardan biri. Darsliklar yetishmasligi sabab ota-onalar o'zlari olib berib masalani hal etishmoqda. Голос у тебя хороший, ты будешь петь, на балалайке играть. Эми муктаждыктарды биз жалпы биринчи ата-энелер конференциясында ата-энелер менен сүйлөшүп, көбүнчө ата-энелер өздөрүнүн балдарына китептерди алып жетиштирген. Bu kabi muammolarni hal qilish maqsadida Bilim berish ministrligi yangi o'quv yilida boshlang'ich sinf kitoblarini ijaraga berish qarorini qabul qildi. Unda mazkur sinf o'quvchilari har bir qo'llanmani 25 so'mdan olishi 1 yil foydalanishadi. Undan tushgan mablag' yangi darsliklarni olishga sarflanadi. 2006-yılga чейин kitaplarni arendaga berip, ошонун эсебинен kitap чыгарып, kitap менен камсыз кылуу ошол 100%га жетип калган эле да, кийин уже ал азайып, азыр бир топ kitap менен камсыздоо азайып кетти. Кудай кааласа, ушул арендага бериле турган болсо, ушул kitap менен камсыздоо проблемасы чечилет деген ой бар. Kitoblarni ijaraga berishi bilan muammo to'laqonli hal bo'lishi qiyin. Bunday qarorni qabul qilishda ota-onalar imkoni ham inobatga olinishi kerak. Sababi bir oilada boshlang'ich sinfda ta'lim oluvchi 3-4 bola bo'lsa, darsliklarni ijaraga olish qiyin bo'ladi. Shu sabab tahlilchilar davlat ijtimoiy yordamga muhtoj oilalarga imtiyozlarni kiritishi kerakligini ta'kidlashadi. Mening sunuşum ошол жеңилдик сөзсүз түрдө болуш керек. Ошондуктан мунун башкача бир версияларын, варианттарын эксперттер, ушул адистер иштеп чыгышы зарыл. Бул атайын коомчулукта талкуунун уюштурулушу зарыл. Негизгиси ата-эне бүгүнкү күндө социалдык жактан кыйналган үй бүлөлөр кыйналып калбай турган деңгээлде алып чыкканга аракет кылыш керек. Fan va Ma'rifat ministrligi boshlang'ich sinf o'quvchilarining ota-onalarga tushuntirish ishlarini olib borilishini bildirdi. Shuningdek, kelgusi yilning 5-iyunigacha mazkur tashabbus natijasi bilan barcha maktablarda kirgizish taklifi hukumatga yuboriladi. Eslatib o'tsak, 10 yil avval bir kitob narxi 1 so'mdan 5 so'mgacha bo'lgan. Bu ota-onalar noroziligiga sabab bo'lib, kitoblar bepul berila boshlagan. Majran Ulug'bek qizi Begim Ayasanova, Baxtiyor Aslibek o'g'li Intimaq. Hukumat ijaraga berish o'quv darsliklari bilan ta'minlashdagi eng arzon va qulay yo'l deb hisoblaydi. Kitob chiqarishda yordamlashuvchi donorlarning qo'ygan sharti ham kitoblarni ijaraga berish tizimini qayta jonlantirish bo'lib sanaladi. Maktablardagi kitob yetishmovchiligi va masalani hal qilish bo'yicha asosiy raqamlar bilan quyidagi infografikada tanishasiz. Кыргызстандагы мектептер окуу китептер менен 70%га гана камсыз болгон. Алардын китеп фондунда 11 миллион 695 миң даана колдонмо бар. Бирок булардын жарымынан көбү, же 60%-нын эскилиги жеткен. Окуу китептери менен толук камсыздаш үчүн дагы 11 миллион колдонмо керек. Бул үчүн өкмөт бир ирет 600 миллион сом, кийин жыл сайын 200 миллион сомдон ажыратышы талап. Азыр болсо казынадан жылына 120 миллион сом гана бөлүнөт. Тендер боюнча адатта бир китепти басып чыгаруу 100 сомго бааланат. Эгер ижара ыкмасы киргизилсе, анда ал китеп баасынын 10%-нан ашпашы керек. Ошондо ижара акысы 10 сомго жетпеши керек эле.
Бирок министрлик ижара наркын 25 сом деп белгиледи. Jalolobod shahridagi 25 saylov uchastkalari 28-mayda bo'ladigan mahalliy kengash deputatlarini saylashga tayyor. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasining Jalolobod shahridagi vakili Damir Jundubayev bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, saylov byulletenlari to'liq qonunda belgilangan 1% qo'shimchasi bilan uchastkalarga tarqatish arafasida. Aniqroq aytganda 36.115 byulleten, uning ichida 700 donasi rus tilida tayyorlangan byulletenlar olib kelingan. Ularni qonun doirasida 26-may kuni yoki saylov kuniga 2 kun vaqt qolganda shahardagi 25 saylov uchastkalariga saylovchilarning soniga yarasha tarqatiladi. Endi Qirg'izistondagi saylovchilar 119 raqamiga xat jo'natib, o'zining saylov uchastkasini aniqlay oladi. Bu haqda Davlat ro'yxatga olish xizmatidan xabar qilishdi. Bildiruvga ko'ra, 18 yoshdan katta fuqarolar uyali telefoni bilan 119 qisqa raqamiga o'zining pasportini, PIN kodini yuborib, qaysi saylov uchastkasining ro'yxatida ekanligini aniqlay oladi. Agar yozma turda kelgan javob noto'g'ri bo'lsa, unda shu qisqa raqam orqali qo'ng'iroq qilsa bo'ladi. Mazkur xizmat bepul bo'lib 24-mayda ishga tushadi. Bunday harakatlar may oyida bo'ladigan mahalliy kengashlarning deputatlarini va kuzda o'tuvchi prezidentlik sayloviga tayyorgarlik qatori ko'rilmoqda. Qirg'iziston Rossiya taraqqiyot fondi Demirbank bilan shartnoma tuzdi. Tomonlar 24-mayda $3 million ga shartnoma tuzdi. Bu mablag' kichik va o'rta biznesni ta'minlashga, lizingga va Chexiya, Turkiyadan uskunalarni olib kelishga beriladi. Qoidaga ko'ra, rivojlantirish fondining nasiyasi tadbirkorlik qilish uchun yangi uskunalarni sotib olishga, ta'mirlashga, texnologiyalarni yangilashga sarflanadi. Qirg'iziston Rossiya taraqqiyot fondining ma'lumotiga ko'ra, nasiya berishda imtiyoz qishloq xo'jalik, uchilik, qayta ishlash, tog' tarmog'i, turizmni rivojlantirish, tibbiyot va transport bo'yicha tadbirkorlikka beriladi. Hozirda Qirg'iz-Rus taraqqiyot fondining 13 hamkor banki bor. Kecha 24-mayda Yevropa Kubogining finalida Manchester United bilan Ajax jamoasi uchrashdi. Jose Mourinho rahbarligidagi Manchester United hal qiluvchi o'yinda gollandiyaliklarni 2-0 hisobida yutib, birinchi marta Yevropa Kubogini qo'lga kiritdi. Uchrashuvdagi birinchi golni 18-daqiqada Paul Pogba kiritsa, ikkinchi gol muallifi Genrix bo'ldi. Ikki jamoaning o'yini Shvetsiya poytaxti Stokgolmdagi Friends Arena stadionida o'tkazildi. Angliyaliklar bu turnirda g'olib bo'lish bilan birga Chempionlar Ligasiga yo'llanma oldi. Final o'yinlari mashhur Zlatan Ibragimovich tug'ilgan joyda o'tgani bilan u jarohati sababli jamoasiga yordam bera olmadi. Shunday bo'lsa ham uning jamoadoshlari ishonchli g'alabani qo'lga kiritishdi.